Mana operatsiyani yakunladik. Shu nima 30 yildan beri shu qo'rquv bilan yuruvdim. To'satdan ko'rib qoldim operatsiya qilayotganlarini. Keyin ancha nima qildim. Ko'rib yurdim. Keyin telefonlashib gaplashdik. Mana operatsiya o'tdi, hammasi yaxshi. Hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q ekan. Hammasi yaxshi o'tdi. Mana rahmat bolalarga, Bahodirjonga ham rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin. Sog' salomat yursin. Hech kim kasal bo'lmasin. Hammasi yaxshi o'tdi. Rahmat sizlarga. Sizga o'xshab qiynalib yurganlarga qanaqa tavsiya berib keta olasiz? Hech ham o'ylamay kelsinlar. Hech qanaqa qo'rqinchli joyi yo'q ekan. Mana 30 yil shu qo'rquv bilan yurdim. Lekin mana hammasi yaxshi o'tib ketdi. Bolalar juda ham yaxshi, muomalasi yaxshi. Bahodirjon ham yaxshi juda ham. Rahmat sizlarga.